O'zbekistondagi pensionerlarga ajoyib xushxabar. Dekabr oyi hozirgina siz kutgan chotki xabarlar tarqaldi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar, tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, video rolik ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosganlar video oxirida 15 ming so'm egasi bo'lasiz. Diqqat qiling, 2025-yil dekabr oyi pensiya to'lovlarini naqdsiz shaklda oluvchilarga mablag'lari to'liq 100% moliyalashtirildi. Pensiya jamg'armasi tomonidan joriy yilning dekabr oyi to'lov ro'yxatiga kiritilgan 4,2 million nafar pensiya oluvchilari uchun talab etilgan mablag'lar tijorat banklariga moliyalashtirib berildi. O'z navbatida pensiya to'lovlarini naqd pulsiz shaklda oluvchi 3,7 million nafar yoki jami pensiya oluvchilarining 88% fuqarolarining bank kartalariga mablag'lari to'liq yuklab berilishi ta'minlandi. Amaldagi qonunchilik talablariga muvofiq pensiya pullarini naqd shaklda oluvchi pensionerlarning pensiyalari 4-dekabrdan 25-dekabrgacha tasdiqlangan grafiklar asosida Xalq bankining sayyor kassalari tomonidan yetkazib berilishini ma'lum qilamiz, deyiladi xabarda. Diqqat qiling, pensionerlar uchun muhim xabar. Hozirgi kunda O'zbekiston hududida mehnatga haq to'lashning eng kam miqdori 1,271 ming so'm. Bazaviy hisoblash miqdori esa 412 ming so'm. Pensiyani hisoblashning bazaviy miqdori 471 ming so'm. Yoshga doir eng kam pensiya esa 918 ming so'm bo'lib belgilangan. Nogironlik pensiyalari, jumladan ish staji to'liq bo'lmagan chog'dagi nogironlik pensiyalarining eng kam miqdori 1,12 ming so'm. Belgilangan yoshga doir eng kam pensiya miqdorlari 918 ming so'mdan 1,12 ming so'mgacha. Zarur ish stajiga ega bo'lgan keksa yoshdagi fuqarolarga belgilangan nafaqa puli 820 ming so'm. Ish staji to'liq bo'lmagan chog'dagi yoshga doir pensiyaning eng kam miqdori qo'shimcha to'lovlarni hisobga olgan holda 820 ming so'm bo'lib belgilangan. Diqqat qiling, O'zgidromet agentligi O'zbekiston fuqarolariga bugun 13-dekabr kuni uchun ob-havo prognozini e'lon qildi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar, tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, video rolik ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosganlar video oxirida 15 ming so'm egasi bo'lasiz. Diqqat qiling, O'zgidromet 13-dekabr kuni uchun ob-havo prognozini e'lon qildi. Unga ko'ra, Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Sharqiy shamol yo'nalishini o'zgartirib g'arbdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Kechasi harorat 0,5 daraja sovuq, kunduzi 3-8 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatida kunning ikkinchi yarmida ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 0,5 daraja iliq, kunduzi 5-10 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Samarqand viloyatida kunning ikkinchi yarmida ba'zi joylarga yomg'ir yog'adi. Havo harorati kechasi 2-7 daraja iliq, kunduzi 6-11 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatida havo o'zgarib turadi, kunning ikkinchi yarmida ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 4-9 daraja iliq, kunduzi 6-11 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatida havo bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Havo harorati kechasi 1-6 daraja iliq, kunduzi 6-11 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida ba'zi joylarda yomg'ir, qor bo'ladi, ba'zi joylarda esa kuchli bo'ladi. Toshkent, Namangan viloyatining tog'li hududlarida qor ko'chish xavfi ham e'lon qilingan.
Havo harorati kechasi 2 daraja sovuq, kunduzi 3-8 daraja iliq bo'ladi, deyiladi manbada.